Assalomu alaykum, Iskandar Said Kamolov Ustaka kanaliga xush kelibsiz. Hammalaringni kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandman. Kim ko'rib turgan bo'lsa, bitta like bosib, podpiska bo'lib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qo'ng'iroqchani qizartirib qo'ysanglar, yangi video qo'ysam albatta kelib boradi. Xo'p, biz navbatdagi obyektni bitirganmiz. Oddiy fasonda travertin qilib berganmiz va tunukalarni ham xotirib beryapmiz. Uyda egalari aytishdi. Tunukalar tarnovlaridan suv o'tyapti turgan ekan. O'shani bilan bunday chiroylab xotirib beryapmiz. Mana ko'rib turganlaringni travertinda 1 slog lak, 2 slog jemchigini berib qo'yganmiz. Cho'tkilab, so'kiliga ham travertin qilganmiz. Yaltillashi zo'r, dahshat. Buni kvadratini 50 ming so'mdan qilyapmiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomer qo'yib qo'yaman. Ofisiyaniga murojaat qilaverasizlar. Xo'p, bo'lmasa ketdi. Ichkariga kirib boramiz. Mana ichkarilarimizdan shu oddiy fasonda travertin qilingan, yaltillab turibdi, ko'rib turibsizlar. Hop, mana hamma yo'q dahshat zo'r chiroyli chiqqan. Kimga shunaqa travertin xizmatlari kerak bo'lsa, pastda nomerga telefon qilaverasizlar, bemalol qilib beramiz. Mana bu obyektimizdan xudo xolasa bitta ozgina ish qolganligi uchun mana shu yerga tagiga nalimnoy quyib beryapmiz. Zo'r qilib, kak mana bu xonaga o'xshatib, ko'rib turibsizlarmi? Chiroyli, agar dushevoy kabinka yasab berganmiz, mebel bo'ladi bag'i. Mebel bo'ladi, bunday bekirib ketadi, sekret eshiklar bilan mana ko'rib turganlaringni. Patoloylarni kraska qilib berganmiz. Uyda ichiga uydagilar travertin sepib beriladi. Haqiqatan mo'shni chiqargan travertin sepib berdik. Dakchali uy, o'ta chiroyli chiqqan, ideal. Xo'p, endi mana shu yerda bitirib olsak ham, shu bilan bizning ishimiz tugaydi. Tunukalarni xotirib bersak bo'ldi mana. Kimga patolog xizmati, aboy xizmati, travertin xizmati kerak bo'lsa, to'g'riroq aytganda, podключ xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Har qanday stilda remont qilib beramiz.